Pul siz uchun nima? Pul men uchun hech narsa. Demak, sizning fikringiz bo'yicha har bir kasb egasi millioner bo'la oladi. Millioner emas, multimillioner ham emas, milliarder bo'lyapti. Qaysi bitta do'konga kirsangiz, kola bo'lmasa, u do'kon emasda. Yoki pul sizga baxt olib keladi, yoki pul sizga baxtsizlik olib keladi. O'zbekistondagi hozirgi sharoitda har bir inson millioner bo'lishi mumkin. Bu orqali siz insonlarning mehrini qozonasiz. Endi bu nima beradi sizga? Bu endi insonlar sizga ko'proq kelishni boshlaydi. Chunki sizni yaxshi ko'rib qoladi. Birinchi daromadim shu jismoniy mehnat, og'ir mehnat. Yaxshi eslayman. Va bunaqalar ko'p bo'lgan. G'isht qilganmiz, tom yopganmiz, bunaqalar ko'p bo'lgan. Botir aka, farzandlaringizga pulga qanday munosabat bo'lishga o'rgatasiz? Birinchidan men farzandlarimga ortiqcha pul bermayman, yetarli pul. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan gaplashganimda biznesdagi pul bilan shaxsiy pulni aralashtirishib olishadi. Ya'ni biznes puli bo'ladigan bo'lsa, to'y qilish kerak bo'lsa, shunday biznesdan pul oladi-da, shu to'y qiladi. Ota-onamni bitta zo'r gapi bo'lardi. Pulni ahmoq ham topaverardi, uni to'g'ri ishlatish aqlli odamni ishi der. Puli bor, qarzga mashina olaman. Bu bankrotlik. Pul to'g'risida dunyoqarashimizni to'g'rilasak, o'z-o'zidan biz moliyaviy jihatdan erkinmiz. iPhone 16, iPhone 17 mana 5 yil bo'ldi olganimga. 5 yil, 6 yilda bir almashdim. Assalomu alaykum Botir aka. Xush Alaykum. kelibsiz aka. Bugun pul mavzusini haqida bir necha savollar bermoqchiman. Pul mavzusi haqida yoritsak. Bemalol. Pul siz uchun nima? Pul bu almashinuv vositasi deymiz. Pul muammolarimizni hal qiluvchi vosita deymiz. Pul men uchun hamma narsa, pul men uchun hech narsa. Ya'ni pul bilan men hayotimni quraman, pul bilan men yaxshi kiyinaman, pul bilan men dam olaman, dam olgani boraman, pul bilan men insonlarga yaxshilik qilaman. Pul bu hech narsa degani qadriyatni oldida hech narsa. Ya'ni qadriyat birinchi o'rinda. Qadriyat birinchi o'rinda, pul ikkinchi o'rinda. Pul vosita. Pulni mana ko'pchilik pul topadi, lekin saqlab qolish va ko'paytirishlarga qiynaladi. Pulni topish turlari bormi yoki mana siz katta kompaniya qurgansiz, ya'ni zavodlaringiz bor, qo'lingizda 150 ta odamlar ishlaydi, ko'plab odamlar ishlaydi. Shu biznesmen sifatida pulni topish haqidagi qarashlaringizni bilmoqchi edim. Pulni topish muhim, lekin uni to'g'ri sarflash undan muhim. Ya'ni siz pul topyapsiz, uni noto'g'ri sarflab qo'ysangiz, hayotingiz izdan chiqib ketishi mumkin. Oddiy bitta qoida bor. Topganingizga nisbatan ko'rib sarflasangiz, bu bankrotlik belgisi. Topyapsiz, topganingiz borni sarflab yuboryapsiz, bu kambag'allik. Topganingizga nisbatan ozroq sarf qilishingiz, bu boylik belgisi. Pulni topasiz, havasni pasaytirasiz, pulni jamg'arib borasiz va shu jamg'arilgan pulni investitsiya qilasiz, bir yengil ishlab chiqarish qilasiz, yengil bir do'kon ochasiz va sekin asta pulni ko'paytirish orqali har bir inson pul topish imkoniyatiga ega. Juda zo'r javob bo'ldi. Ya'ni sarf topishga qaraganda juda ham kam foizda tashkil qilish kerak ekan demak. Albatta har bir inson qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, qancha pul topishidan qat'iy nazar boy bo'lishi mumkin. Buning uchun hozir aytayotganimdek, masalan, siz 5 million oylik olasiz. Masalan, biror kasb egasiz yoki biror bir ishni qilasizda 5 million oylik pul topasiz. 5 millionda 4 millionini sarflang o'zingiz uchun, oilangiz uchun, xarajatlaringiz uchun. Lekin 1 millionini siz ekonom qilib yig'ib bor. Investitsiya bir yilda 12 million bo'ladi. Endi masalan hozirgi paytda 14% masalan bankda nimasi bo'lsa, siz biror narsa olib qo'ygan taqdiringizda ham pulingiz o'z-o'zidan 14% ga ko'payadi. Ham pulni investitsiya qilish mumkin, ham pulni to'plash hisobiga va pulni sizga ishlashi hisobiga sekin asta boylikka erishasiz. Ya'ni boy bo'lish qonuniyati qanaqa? Birinchi o'rinda o'zingiz ishlaysiz, pul topasiz. Topgan pulingizdan ma'lum miqdorini tejaysiz. Tejalgan pulni investitsiya qilasiz. Investitsiya qilish bu pulni o'zingiz uchun ishlashni boshlaydi degan. Ya'ni endi pul siz ham ishlayapsiz, pulingiz ham ishlayapti.
endi 1 so'mga siz 2 so'm topyapsiz. Avtomatik puli sekin asta oshib boradi. Albatta bunga ma'lum bir vaqtlar kerak, lekin hammada imkoniyat bor deb o'ylayman. Demak, sizning fikringiz bo'yicha har bir kasb egasi millioner bo'la oladi. Ha, albatta bo'la oladi. Bemalol bo'ladi. Men sizga bitta misol keltiraman. Bu bo'lgan voqea 1970-80-yillarda atrofida bo'lgan voqea. Hozir qaysi davlatdaligi esimda yo'q, lekin umuman bo'lgan voqeani aytib beraman. Bitta novvoy inson bo'lgan, uni o'zini o'g'lini yoniga yordamchi qilib olib, novvoychilik qiladigan inson bo'lgan. Oddiy novvoy bo'lgan. Bu odam o'tib ketgandan keyin o'g'li otasini kasbini, novvoychilik kasbini davom ettiraman deydi-da, qarasa ishi yurmayapti. Keyin to'xta deydi. Shart ishini to'xtatadi-da, u novvoyga borib shogird tushadi. 2 oy 3 oy yuradi, o'rganadi. Keyin undan chiqib boshqa novvoyga shogird tushadi. Undan chiqib yana boshqasi shogird tushadi. Yo Italiya yo Fransiyada bo'lgan bu voqea. Va shunday qilib juda ko'plab novvoylarda yurib turib, kim qancha un qo'shyapti, kim qancha sut qo'shyapti. Endi men aniq bilmayman endi bu yerda nima qo'shiladi. Ya'ni retsept deymiz, retseptni o'rganadi-da. Buni ko'p tuzni ko'p qo'shar ekan, bu unni ko'p qo'shar ekan, bu sutni yog'ligini qo'shar ekan, bu yog'sini qo'shar ekan deb turib o'rganib o'zini maxsus retseptini ishlab chiqadi. O'rganish davomida, shogird tushish davomida retsept tayyorlaydi-da, keyin ana shu retsept bo'yicha non yopadi. Nonini yegan odamlar maza qiladi. Maza qilgandan keyin qaytib keladi, qo'shnisini olib keladi, do'stini olib keladi, tanishini olib keladi. Ya'ni kundan kunga nonga bo'lgan talab oshadi. Bu odam nima qiladi? Bitta tandirda yopayotgan bo'lsa, yoniga yana bitta tandir quradi. Masalan, endi tandir Yevropa davlatlarida tandirmi boshqa, men misol tariqasida aytyapman. Bu bo'lgan voqea. Tandir qo'shadi, shogird oladi, ya'ni sekin-sekin kengaytiradi. Nonni mazasi shunaqa mazali bo'ladiki, sekin asta boshqa shaharlardan, boshqa tumanlardan kelib olishni boshlaydi. Ya'ni falon joyda noni zo'r ekan, mazali ekan deb yo'l-yo'lakay yoki odam jo'natib yoki kuryer boshqa bo'lib va shu darajada yetib boradiki, bu odamni noni agar restoran, oshxonalarda agar u odamni noni bo'lmasa, u restoran hisoblanmay qo'yadi. Ya'ni hozirgi kunda qaysi bitta do'konga kirsangiz, kola bo'lmasa, u do'kon emasda. Har qanday qaysi bitta do'konga kirsangiz, kola bo'lmasa, u do'kon emasda. Yoki eng zo'r mana makro kartinka desa, hamma joyda masalan kola, Pepsi bor va busiz do'kon emas, tasavvur. Xuddi shunday. Ya'ni har bir restoran bunga zakaz qiladi va buni nonini Fransiyani qayerdan bo'lsa ham zakaz qilib, bular kuryer orqali jo'natishga tushadi. Va shu darajada rivojlanib ketadiki, juda katta fabrika, juda katta ishlab chiqarishlar bo'ladi. Fransiya bo'yicha hamma joyga tarqatiladi-da va buni biznesi o'tgan asrda o'zi milliard dollarning yuqorisida baholanadi. Qarang, oddiy novvoy millioner emas, multimillioner ham emas, milliarder bo'lyapti. Bu nimani hisobi? Bu berishni hisobi. Mana fikrlash shunaqa bo'ladi. Botir aka, pulni investitsiya fondi uchun jamg'arish kerak dedik. O'sha jamg'arishdan keyin ko'paytirish uchun qaysi yo'nalishlarga yoki qaysi payt pul tikish kerak? Tikishda yoki investitsiya kirgizishda nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida oz-moz gapirib bersangiz. Aytib o'tdim, qancha pul topishingizdan qat'iy nazar buni jamg'arib borasiz va jamg'argan pulingizni investitsiya qilasiz, ya'ni jamg'argan pulingizni ko'payadigan joyga qo'yasiz. Eng oddiyi, ya'ni kimdir masalan biz musulmon davlatda yashaymiz, eng oddiyi bu masalan bankka qo'yishlik. Bankda masalan 14-15% stavkada masalan foizi olib, shu foizi ham masalan qo'shimcha yordam bo'ladi. Yoki kimdir endi bu bankka qo'ymayman deydigan bo'lsa, hozir shunaqa masalan ishonchli qurilish kompaniyalari bor. Masalan, hali dom qurilmasdan oldin masalan 2 xonali, 3 xonali imkoniga qarab turib masalan uy olib qo'ysa, 1 yilda, yarim yilda bu bino bitgandan keyin uni masalan kvartirasiga narx qo'yishadi. Men shunaqa holatlarni bildim va
Bu yerda aytdimki, avval buni surishtiring, haqiqatda ishonchliligi, haqiqatda o'ziga baquvvatligi, ya'ni firibgar emasligi hamma yo'g'ini zo'r surishtiring. Agar haqiqatda siz loyiq deb topsangiz, masalan, bunga pul tikishingiz mumkin. Yoki birorta biznesga siz sherik bo'lishingiz mumkin. Yoki men ko'p tavsiya qildim va men o'zim aytdim, 2-3 odam shunday qiladi. Sezonga mos mahsulotlar bor. Ya'ni masalan, bitta ukamiz shuna qiladi. Ya'ni sement narxi dekabrda 15dan keyin shu yanvarda 15gacha yangi yil arafasida birov sement bilan ishi yo'q, narx tushib ketadi. Shu paytda siz sementni olib turib qayergadir masalan bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mart apreldan keyin sementning narxi sekin-asta oshib boryapti-da. Buni hisobiga narxni farqini hisobiga masalan 500 so'mni olyapsiz, 600 so'mga sotyapsiz. Masalan 20%. 3 oyda masalan 20% siz daromad qilyapsiz. Mana shu yerda bitta savol bor. Shu holatlar, ya'ni jamiyatni qiyinchiligiga olib kelib qo'ymaydimi? Ya'ni puli borlar olib qo'yish hisobiga va sezonga kelib qolganda narxni qimmat sotish hisobiga jamiyatni, ya'ni qiyinchilikka olib kelib qo'ymaydimi? Ya'ni birlamchi mahsulotlar. Tushundim. Bu yerda talab taklif. Iqtisodiyotda, biznesda talab taklif degan tushuncha bor. Ya'ni qanchalik talab ko'p bo'ladigan bo'lsa, narx o'z-o'zidan ko'tariladi. Buni masalan bitta odam, 10 ta odam kontrol qila olmaydi. Hech kim nazorat qila olmaydi bu narsa. Davlat bilsangiz, go'shtni narxini stabil ushlaymiz dedi, bir xil ushlaymiz dedi, lekin davlat ham ushlayapti. Davlat masalan bu davlat endi bilasiz, bitta ikkita inson emas, endi bu davlat. Ya'ni talab taklif qonuniyati har doim ishlaydi, ishlagan shu kungacha va bundan keyin ham ishlaydi. Men eshitganlarimdan, ya'ni siz aytgandek, sementga o'xshagan masalan shakarlarni olib qo'yib saqlab sotish bo'lmaydi degan eshitganlarim bor. Birlamchi mahsulot, inson kerakli bo'ladigan birlamchi mahsulotlar bor deb eshitganman. Aytaylik, men shakar mahsulotlarini olib qo'yib sotish, yana yemoq-ichmoqlarni birlamchi insonlar keraklarni jam olib qo'yib, saqlab turib, qimmat qilib sotaman deyish. Aynan kerakli paytda. O'zi aslida masalan ko'p holatda bu yordam bo'ladi. Ya'ni masalan shakar qaysidir muddatda masalan arzon bo'ladi deylik, masalan. Endi kimdir olmasa, bu chet eldan, masalan chet eldan kelsa, ayrim masalan ko'p mahsulot chet eldan kelsa, chet eldan mahsulot olib qo'yish uchun kimdir pul sarflaydi. Bu aksincha ta'sir qiladi. Olib qo'ysangiz, mahsulot olib qo'ysangiz, jamiyatga yordam bergan bo'lasiz. Ya'ni siz taklifni ko'paytiryapsiz. Olib qo'ydi degani taklifni ko'paytirdi. Talabni yo'q qilib olmayapti bu yerda. Talab bor, talab turadi. Lekin siz taklifni sotib olyapsiz. Taklif ko'payadi. Masalan, tojik sementini qishda olib qo'yishadi. Agar u odamlar olmasa, Tojikistondan sement o'tmaydi. Unga pul tikiladi. Pul masalan Tojikistonga o'tadi va sement tojikni sementini masalan ko'proq olib qo'yish hisobiga taklif ko'payadi va bu aksincha narxni balandlashmasligi yo'q. Men buni aksincha tushunaman. Botir aka, pul baxt olib keladimi, olib kelmaydimi? Sizni pulga qilayotgan munosabatingizga qarab yoki pul sizga baxt olib keladi yoki pul sizga baxtsizlik olib keladi. Agar siz pulni o'zingizga do'st deb bilsangiz, baxtsizlik olib keladi. Pulni o'zingizga do'st tutmashingiz kerak. Siz puldan qochishingiz kerak. Puldan qochsangiz deydi, pul sizga qarab yuradi, pul sizga intiladi. Qaysi ma'noda men aytib o'tdim. Men puli ko'payganda odam kibrli bo'lib ketadi-ku. Bu o'zidan o'zi xursand qila olmaysiz. Xodimlarimga ko'p oylik berish uchun, ularni o'rnatib kelishim uchun, ularni yaxshi hordiq chiqarish uchun bu yerda pul sarflaysiz. Bu yerda ham men baxtliman, sababi xodimlarimning yuzidagi tabassum menga baxt ulashadi. Ya'ni meni pulim menga baxt ulashadi. Mijozlarimga men mashina bersam, ularni yuzidagi quvonchni ko'rib, menda quvonch paydo bo'ladi. Menda baxt paydo bo'ladi. Lekin bu menga yana pul olib keladi. Nima uchun? Bu sadoqatni olib keladi. Bu sodiqlikni olib keladi. Ertaga ana shu mijoz mendan mashina olgan mijoz aytadiki, Botir akam deydi, haqiqatda deydi, va'dasida turdi deydi. Haqiqatdan mashina berdi deydi. Endi bu yil deydi, paypog'ini ko'proq sotaman deydi. Ko'proq menga e'tibor qaratadi. Chunki haligi aytgandek, siz birovga mehr ko'rsatsangiz, u odam sizga bora demaydi. Siz bora desiz, u ham boradi. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, pul o'zgartiradi odamni, pul baxtsizlik olib keladi.
pul sizni kimligingizni ochib beradi. Puli ko'payganda odam kibrli bo'lib ketadi-ku. Ya'ni o'zi pul kibrli qilmadi, u o'zi oldindan bu yerda kibr bor. Ammo u endi ochildi endi. Chunki u pulni hisobiga sal boshini ko'tarib, menim kuchayib, pul rivojlantiradi. Aytib o'tganimdek, pulga qanaqa munosabat bildirsangiz, sizga xuddi shu munosabat qaytadi. Pul uchun qanchadir summaga inson loyiq bo'lganda keladimi yoki sinov tarzida keladimi? Men sizni tushundim. Pul bitta ajoyib zo'r gap bor. Natijalar bu inson kimligining dalili deyilgan. Siz hozir qanday holatda turgan bo'lsangiz, agar ya'ni aytmoqchimanki, agar siz yaxshi insonsiz, qiynalyaptimi, demak dunyoqarashni o'zgartirsin, fikrlashni o'zgartirsin, demak dunyoqarashni to'g'ri. Menga ko'pchilik aytadiki, aka deydi, pulim yo'q, hunarni zo'r bo'lsa, zo'r pul topiladi. Va shu holatlarni ya'ni siz hozir aytib o'tgandek pulga qaramang. Siz o'zingizni rivojlantiring, o'zingizni o'stiring. Bitta hunar zo'rini o'rganing, zo'r bo'ling, mehr bering. Pul uchun past ketmang, pul uchun kibrga ketmang, pul uchun o'zidan ketmang. Bu qoidalar ishlaydi. Haqiqatda bunga siz ishonishingiz kerak. Masalan, hozir aytib o'tdim. Pul bilanchi aql bilanchi. Demak, siz aqlingizni to'ldirib borasiz. Endi yana keyingi qoida qarang. Bitta sohaning egasi kim ko'proq pul topadi? Zo'ri ko'proq pul topadi. Masalan, oddiy o'qituvchi ko'p pul topadimi? Professor ko'p pul topadi. Professor ko'p pul topadi. Chunki u ko'proq bilimga ega, ko'proq shug'ullanadi, ko'proq o'zini ustida ishlaydi. Oddiy misollar. Botir aka, pul nimani yomon ko'radi? Nima deb o'ylaysiz? Pul yomon odamni yomon ko'rsa kerak. Pul kimga yaqinlashmaydi. Mana aytyapsizki, pul nimani yomon ko'radi? Yoki kimni yomon ko'radi? Kimni yomon ko'radi? Kimda pul yo'q, demak ana shu odamni pul yomon ko'radi. Endi mendan xafa bo'lishmasin, ko'pchilik eshitayotgan bo'lsa, aytib o'tdim, faqat birinchi o'rinda o'ziga qarang. Boshqalarni ayblamang. O'ziga bunday qarang, nimani o'rgandingiz? Qaysi hunarda zo'rsiz? Haqiqatda odamlarga mehr berasizmi? Haqiqatda ishlaysizmi? Yoki boriga bo'pti-da endi deb o'rganmasdan, izlanmasdan yoki kimnidir aldab, kimgadir firib qilib. Agarki nomingiz yomon bo'lsa, aytdim, yomon odamdan pul qochadi deb aytib o'tdim. Agar sizni masalan qaysidir insonni nomi yomon bo'ladigan bo'lsa, pul nima uchun qochadi? Chunki odamlar undan qochadi. Odamlar qochdi degani odamlar pul to'laydigan odamlar-ku. Masalan, siz nimada xizmatingizni hisobiga odamlar pul to'laydi. O'qituvchi o'qitgani uchun davlat pul to'laydi. Sartarosh sochini olgani uchun pul to'laydi insonlar. Non yopganingiz uchun noningizni insonlar pul to'laydi. Endi siz yomon bo'lsangiz, noningiz yomon bo'lsa, mahsulotingiz yomon bo'lsa, o'zingiz yomon bo'lsangiz, haligi yana qaytarib aytib o'tdim, odamlar siz bilan ishlamaydi. Odamlar siz mahsulotingizni sotib olmaydi va sizdan pul qochadi. Shuning uchun to'g'ri ma'noda ham, to'g'ri ma'noda pul sizdan qochyaptimi? Aybdor va faqat bitta aybdor bu o'zingiz emas. Kitobda o'qib qolganman. Pulni joni bor. Pul ishchi degan ma'noda, ya'ni pulga ishchidek qarash kerak degan tushuncha bo'lgan. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri. Ya'ni u yerda pulga mehr bermang, pul siz uchun ishlasin. Pul qattiq ishlasin. har bitta sarflayotgan pulingiz, ya'ni ishchingizni sarflayapsiz, ishchingizni yo'qotyapsiz. Boshqa kerak emas narsalarga sarflayotgan pulingizni, ya'ni ishchilarni yo'qotyapsiz degan tushuncha berilgan. Juda ham yaxshi, to'g'ri tushunchalar deb o'ylayman. Albatta, to'g'ri fikr. Botir aka, millioner bo'lish uchun bilim kerakmi yo omadli bo'lish kerakmi? Millioner bo'lish uchun dunyoqarashni o'zgartirish. Ilm hammada bor. Ilm juda ko'pchilikda bor. Men o'zimdan ilmli, mendan aqlli juda ko'p insonlar, juda ko'p do'stlarim, juda ko'p tanishlarim, juda aqlli. Bu yerda
Faqat dunyoqarashimizda farqimiz bor xolos. Men pul masalasida boshqacha o'ylayman, biznesda men boshqacha o'ylayman. Bu do'stlarim, tanishlarim boshqacha o'ylaydi. Masalan, bitta qadrdon akamiz bor, juda aqlli. Haqiqatda men tan beraman, professor deyman u akani. Lekin u aka o'zi ishlaydi. O'zi mehnat qiladi, o'zi bosh qotiradi. Men jamoa qilaman. Men jamoa tuzaman. Men kuchlilarini tanlab, kuchlilarini ishlatadigan odam. U akani men o'zimdan 10 barobar kerak bo'lsa kuchli deb bilaman. Ilm tomoni. Demak, aytyapsizki, bilim ham, omad ham bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaydi, dunyoqarash o'ynaydi deyapsiz. Shunaqami, to'g'rimi? Masalan, ilmli bo'lganingiz zo'r, ilmni olganingiz zo'r, lekin birinchi o'rinda qadriyatingiz zo'r bo'lishi kerak. Masalan, oddiy misol, kamtar insonni ishi zo'r yurishadi. Ya'ni haligi yuqorida aytib o'tib ketdim, menim yo'q bo'lsa, siz yaxshi inson bo'lsangiz, boshqalarga ulashingiz kelsa, boshqalarga hurmat qilsangiz, o'zingizni boshqalarning darajasidan jicha pastda turib yaxshi muomala qilsangiz, zo'r jamoat tuzasiz. Kamtarlik hisobiga. Agar osmonda bo'lsangiz, meningiz kuchli bo'lsa, g'ururli, kibrli bo'lsangiz, sizga yaxshi insonlar yaqinlashmaydi. Chunki aqlli insonlar qayerda turishni biladi. Siz kuchaymoqchimisiz? Demak, siz aqlli insonlarga yig'ishasiz. Aqlli insonlar qanday odamligingizni bilib turib keyin keladi. Shuning uchun ham endi masalan omad dedingiz, omad masalasi qanaqa? Omad bu siz harakat qilasiz, siz birorta bir maqsad qo'yasizda, unga intilasiz. Doim shu qilgan harakatlaringizni, shu qilgan mehnatlaringizni hisobiga omadingiz keladi. Hech narsa qilmasangiz hech qachon omadingiz kelmaydi. Omad aytiladiki, 1% iste'dod, 99% mehnat ham deyiladi. Endi omadga ham har xil ko'p ta'riflar berilgan. Masalan, men uchun 1% iste'dod, 99% mehnat emas omad. Omad men uchun nima deymiz hozir? Ya'ni omadni men o'zimni o'zgartirishimda deb bilaman. Dunyoqarashimni o'zgartirishimda deb bilaman. Ya'ni pulga munosabat, insonlarga munosabat, jamoaga munosabat, mijozlarga munosabat, xodimlarga munosabat va Xudo menga omadni beraveradi. Siz to'g'ri munosabat qilsangiz pul keladi. Ya'ni bu yerda omad manaqa. Ko'p mehnat qildi degani ko'p pul top degani emas. To'g'ri mehnat qilsangiz shunda ko'p pul topasiz. Omad mana shu to'g'ri mehnat qilishida, to'g'ri yo'ldaligingizda. Hozir yana bitta savol. Millionercha fikrlash bilan qashshoqcha fikrlashda nima farq bor? Mana dunyoqarash deyilyapti. Nima farq mana shu dunyoqarashlarda? Millionerlar qanday fikrlaydi? Millionerlar birinchi navbatda pul topaman deb harakat qilmaydi. Ular insonlarni muammosiga yechim beraman deb harakat qiladi. Ya'ni qaraydi, masalan, qishloqda deymizmi, ana shu yashaydigan zonada qanaqadir bitta muammo bor. Va shu muammoni yechadi. Pul bilan masalan qanaqadir bino quradi, qanaqadir masalan oshxona deymiz yoki restoran deymiz yoki qanaqadir bir ishlab chiqarishlar qilinadiki va mana shu qilingan mehnatlar, xarajatlar hammasi insonlarga foyda keltiradi. Insonlar foydalanadi va shu foydalanganligi hisobiga endi insonlar sizga to'laydi. Ya'ni fikrlash, bitta misol keltiraman. Millionerlar zo'r bo'lishni xohlaydi. Zo'ri kim deydi? Shu sohada masalan, paypoq sohasida zo'ri kim deydi? Zo'ri falon korxona. Nima uchun ular zo'r? Buni o'rganadi. Ya'ni bu raqobat. O'rganadi. Demak, ular xalqqa bunaqa narsalar beryapti. Masalan, turk paypoqlari 25 mingdan, ular 15 mingdan beryapti. Masalan, endi aytyapman, lekin sifat bir, hamma narsa bir, lekin narxi arzon beryapti. Masalan, endi aytyapman. Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda yechim, ya'ni insonlarga qimmat mahsulotni o'rniga, masalan, turetskiy desa bizda hamma o'ylaydi, turk mahsuloti zo'r deydi. Lekin turklar ishlatadigan xomashyodan foydalanyapsiz. Turklar ishlatadigan texnologiyadan foydalanyapsiz. Turklar darajasidagi kuchli mutaxassislardan foydalansangiz, nimaga turklar ishlab chiqargan mahsulotni ishlab chiqara olmasligingiz kerak?
demak siz ham u bilan birga bir mahsulot ishlab chiqara olasiz. Va mana shu narsa siz aholiga qaysidir ma'noda yordam, qaysidir ma'noda aholi uchun, men ko'p aytaman, odamlar biladi. Sizni agar bu yerda miyangizda odamlarga yordam qilish kerak bo'lsa, haqiqatda shunaqa bo'lsa, odamlar biladi. Shuning uchun qilayotgan bo'lsangiz ham odamlar biladi va siz oxir oqibat bu holatda sinasiz. Chunki qadriyat puldan muhimroq. Odamlar buni sezib turadi. Odamlar buni bilib turadi. Va javob ham xuddi shunday bo'ladi. Siz insonlarga nima bersangiz, mehr bersangiz, mehr qaytadi. Qahr qilsangiz, qahr qaytadi deganda. Shu. Botir aka, sartarosh kasb egalari ham millioner bo'la oladimi? Qanday bo'la oladi masalan? Kichik bir kunda nechtadir odamga xizmat qilishi cheklangan ba'zidan. O'shalar qanday boy bo'lishi mumkin? Ya'ni millioner bo'lishi mumkin. Har bir inson millioner bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi hozirgi sharoitda har bir inson millioner bo'lishi mumkin. Sartarosh misolida masalan ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan siz bitta joyda masalan sartaroshlik qilasiz, ishlaysiz, masalan. Endi siz birinchi navbatda, hozir aytdim, millioner qanday fikrlaydi? Millioner birinchi navbatda xalqqa beradi. Siz sharoitlarni zo'r qilasiz, xizmatni zo'r qilasiz. Masalan, esa boshini shu alohida massaj qiladigan narsalar chiqqan, massaj qilasiz. Qanaqadir kremlar chiqqan, yuziga qanaqadir dog'iga, ugurisiga, nimasiga qarshi qanaqadir bir vositalarni foydalanib unga, ya'ni qo'shimcha xizmatlar ko'rsatasiz. Bu orqali siz insonlarning mehrini qozonasiz. Endi bu nima beradi sizga? Bu endi insonlar sizga ko'proq kelishni boshlaydi. Chunki sizni yaxshi ko'rib qoladi. Zo'r sartarosh. Chunki siz mehr beryapsiz. Hali aytgandek, endi odamlar ham siz oldingizga keladi. Chunki pulini endi sizga berishingiz keladi. Chunki siz shunga yarasha mehr beryapsiz. Endi qanday bo'ladi? Endi siz ko'p mijozlar hisobiga endi siz ulgurmaysiz. Nima qilasiz? Endi 3ta 4ta stol qo'yasiz. Sharoitlarni yanada zo'r qilasiz. Shogirdlarni olasiz va shogirdlarni ham shunaqa bir aqlli, yaxshi yigitlarni olasizki, ular ham xuddi sizdek mijozlarga xizmat ko'rsatsin. Va topilgan puldan iloji boricha ko'proq shu shogirdlaringizga berishni harakatida bo'lasiz. Ya'ni sizni shogirdlaringiz ham xursand bo'lsin. Biznesda zo'r bir qoida borda. Biznes qilayotganingizda hech kim xafa bo'lmasin. Masalan, menda hozir xodimlarim ham juda xursand bo'lib ishlashadi. Men bilan ishlayotgan mijoz optiviklar deymiz, chakanaychilar deymiz, hammasi men bilan ishlaganimda juda xursand bo'lishadi. Sababi hali aytgandek mehr ko'rsataman. Mijozlarim ham, xodimlarim ham, masalan men bilan oldi berdi qilayotganlar ham mahsulotni olsam ham masalan 5 kun 10 kunda masalan xomashyoning pulini qilib beraman desam, muddatida qilib beramiz. Ular mahsulotini sotyapti menga. Ular mendan foydalanyapti. Xodimlarimga masalan yaxshi olib beryapman, o'ynatib kelyapman, chet elga olib boribman masalan. Yoki mijozlarimga mashinalar beryapman, sovrinlar beryapman. Hamma xursand. Siz o'ylangki, hamma xursand bo'lsin, shogirdlaringiz ham xursand bo'lsin, mijozlar xursand bo'lsin va sekin asta bu ESP deydi, biznesda shunaqa narsa bor, emotional deydi, ya'ni hissiyot yaratishingiz kerak. Hissiyot bu falonchi sartarosh haqiqatda zo'r. Men deydi ashikka boraman, mehr beradi deydi. U qolgan sartaroshlar ham ana shu sochni oladi, bu ham ana shu sochni oladi. Lekin 5%, 10% ozgina qo'shimcha qiymat beradi. Biznesda zo'r qoida bor, teppa-teng almashinuv bo'lmasin. Ya'ni kutganidan ko'proq bering deydi. Bitta mijoz keldi, sochini olishingizni kutyapti. Siz sochini olasiz va unga qo'shimcha masalan boshini yuvib qo'ying. Hali aytgan qo'shimcha xizmatlarni qilingki, mijozlar salafan marketing deydi, bir-birini yetaklab keladi. Yetaklab kelgandan keyin mijoz ko'payadi. Endi siz kengayish imkoniyatiga egasiz. Endi siz zonada yetarli darajada siz shogird chiqardingiz, yaxshi hurmat topdingiz. Endi siz qo'shni qishloqqa, qo'shni rayonlarga, qo'shni shaharlarga siz o'zingizni filiallar nomingizda filial ochasiz. Va filialga endi yana shogirdlarni qo'yasiz. Sizdan 10 so'mdan qolsa ham 10 ta joydan 10 so'm, 100 so'm pul qoladi. Siz oldin 20 so'm ishlayotgan bo'lsangiz, endi siz 200 so'm ishlaysiz. Xuddi shunday fikrlash tarzida, ya'ni berish orqali bo'ladi.
hech qachon olish orqali millioner bo'lmaysiz. Miyada faqat shunaqa narsa bo'lsinki, bersam olaman. Haligi bitta zo'r gap bor, buni ko'pchilik anglamaydi. Buni yuzaki gap yoki qanaqadir tushunmaydi. Bunga haqiqatda amal qilish kerak. Xudoyim birni bersam 10ni beraman degan va'dasi bor. Va'da bu boshqacha gap. Bunga qalbdan ishonish kerak. Qalbdan ishonish kerak va berish kerak. Bersiz, hali aytganimdek odamlar biladi. Odamlar yaxshini ham biladi, yomonni ham biladi. Botir aka, birinchi topgan pulingizni esla olasizmi? Birinchi topgan pulim juda yaxshi eslayman. Sababi qiyinchilik bilan, og'ir mehnat bilan, jismoniy mehnat bilan topilgan. 1995-yil yoz fasli qo'shnimizni uyini shuvoq qilganmiz. Aka-ukalar shuvoq qilganmiz. Men 2-kursga o'tganman, akam 4-kursga o'tgan, sababi 2 yil oldin kirgan institutga. Va biz 1 oy davomida qo'shnimizni uyini shuvoq qilib, shu topgan pulimizga keyin 95-yili o'zimizga institutga qatnashish uchun kiyim istivosh qilganmiz shu pulga. Birinchi topgan pulim shu. Necha yoshda edingiz o'sha paytda? 95 yoki 18 yoshda ekanman. Birinchi daromadim shu jismoniy mehnat, og'ir mehnat. Yaxshi eslayman va bunaqalar ko'p bo'lgan. G'ish qilganmiz, xom yopganmiz, bunaqalar ko'p bo'lgan. Botir aka, farzandlaringizga pulga qanday munosabat bo'lishga o'rgatasiz? Birinchidan, men farzandlarimga ortiqcha pul bermayman, yetarli pul. Kam pul ham bermayman. Sababi meni farzandlarim qizlarimda yetarli pul bo'lishi kerak, ortiqcha pul. Ikkinchisi, farzandlarimga masalan kiyim-kechak bo'lishi mumkin, kerakli narsalarini qimmat narsalar emas, arzon narsalar emas, o'ziga yarashadigan o'rtani tanlayman. Har bir narsada men o'rtalikni tanlashga harakat qilaman. Ya'ni brendlarga ortiqcha pul sarflashdan qochasiz. Brendlarga men umuman pul sarf, o'zim uchun ham sarflayman. Mana hozir telefon misolida aytdim, men brendlarga umuman pul sarflayman. Men faqat sifatga qarayman. Ya'ni brend bo'lmasa ham sifatli mahsulotlarimiz bor. Va qolaversa, farzandlarim meni pul ko'p deb o'ylashmaydi ham, bilishmaydi ham. Qaysi ma'noda? Ya'ni men uyimda ham, o'zimda ham katta pul hech qachon olib bermayman. Ozgina pul olib beraman. Kunligimga yetarli pul olib beraman. To'g'ri. Ya'ni aytdingiz, topgan pulni ish kerak dedingiz. Pullaringizni nima qilasiz? Yonimda olib yurmayman yoki saqlayman deyapsiz. Men masalan avvallar shunday qilganman, jamg'arganman. Masalan, bu meni holatimga tegishli gap emas. Masalan, men qanday boshlangan bu? Ya'ni men pullarimni to'plaganman, kompyuterxona ochganman. Kompyuterxonada pullarim yana ozgina ko'paygandan keyin qishloqda xizmat ko'rsatadigan hammom, samovar deymiz, oshxona deymiz, choyxona deymiz, shunaqa narsa ochgan. Birinchi bizneslaringizdan. Birinchi bizneslarim. Yana keyin pulimni ko'paytirganimdan keyin mashinamni sotib, yana ozgina pul qo'shib shu Xitoydan Dacia olib kelganman. Ya'ni hozirgi holatda o'zimga kerakli oylik bor. Shu oyligimni olaman. Korxonani puliga tegmayman va hozirgi holatimda men zapasda pul to'g'risi ushamayman. Ya'ni reinvestitsiya qilasiz. Korxonani o'zida aylanadi. Korxona hozir qiyin holatda emas. Hamma tomondan plyuslarligi uchun men o'zimga kerakli pulni olaman, oilam uchun kerakli pulni olaman. Faqat shu topgan pulni yana korxonaga qayta investitsiya qilaman. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan gaplashganimda biznesdagi pul bilan shaxsiy pulni aralashtirib yuborishadi. Ya'ni biznes puli bo'ladigan bo'lsa, to'y qilish kerak bo'lsa, shunday biznesdan pul oladi-da, shunday to'y qilib yuboradi. Mashina olish kerak bo'lsa, biznesdagi оборотdan olib, shunday mashina olib yuboradi. Shu narsalarga sizni qanday qaraysiz? Endi bu yerda munosabatingiz qanaqa? Shuni bilmoqchiman. Meni munosabatim, ya'ni siz hozir aytib o'tganimdek, sizni xohish-havasingiz biznesingizga minus ta'sir qilmas. Tushuntira oldimmi? Ya'ni masalan men o'zimga oylik belgilaganman va o'zimga ulush belgilaganman. Ulushim ham juda oz, oyligim ham oz, lekin o'zim uchun yetarli va bu pullar hech qachon korxonani taqdiriga ta'sir ko'rsatmaydi, minus ta'sir ko'rsatmaydi. Meni xohish-havasim ham o'zim oladigan ulushdan, o'zim oladigan oylikdan qilaman.
ya'ni men katta sarf xarajat qilmayman. Hozirgi holatimda ham katta sarf xarajat qilmayman. Botir aka juda ham kitob ko'p o'qiyman deysiz. Mana shu pul haqida Ko'p o'qiyman. Robert Kiyosaki kitoblar yozgan. Shularni ham o'qiganman degan. Pul kvadrat. Shu haqida oz-moz gapirib berasiz. Robert Kiyosakida Boy ota kambag'al ota kitobi bu. Bu kitobda pul haqida juda muhim gaplarni gapirib o'tgan. Robert Kiyosaki eng muhimlardan bittasi bu hozir aytib o'tgan gapim, ya'ni pul siz uchun ishlasin degan Robert Kiyosaki buni zo'r tushuntirib bergan va bizdagi holatda insonlar ishlaydi va pensiyasini kutib yashaydi, qachon pensiyaga chiqaman. Lekin tadbirkor inson pulni boshqacha tushunish kerak, pulga boshqacha munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni hozir men aytdimku, pul bu hech narsa, pul bu hamma narsa degan narsani Robert Kiyosaki ajoyib tasvirlab bergan. Ya'ni masalan pul birlamchimi, aql birlamchimi degan bir g'oyasi bor. Ya'ni siz birinchi aqlingizni topasiz, siz birinchi ilm olasiz, hunar o'rganasiz, o'zingizni rivojlantirasiz, o'zingiz o'sasiz. Ana undan keyin pul topishni boshlasangiz, yaxshiroq pul topasiz, ko'proq pul topasiz va to'g'ri sarflashni o'rganasiz degan g'oyalari menga juda yoqqan. Botir aka, oylikka ishlaydiganlar bor. Shularga pulni taqsimlashda, pulni jamg'arib olishda yana qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Aytib o'tganimdek, bizdagi hozirgi jamiyatdagi xatoliklarimiz nima? Ya'ni pulni topamiz va noto'g'ri sarflab qo'yamiz. Masalan, meni kuzatganlarim topganimizga nisbatan ko'p sarf, bu bankrotlik. Yoki topamiz, qarzga to'y qilyapmiz. Topamiz, qarzga mashina olyapmiz. Topamiz, qarzga maishiy texnika olyapmiz. Ya'ni bu olingan narsalar, mashina, maishiy texnika, to'y, bular hammasi pulni ko'payishi. Ya'ni bitta zo'r gap borda, sizni har bir qilayotgan xarajatingiz deydi, boshqalarning daromadidir degan gap bor. Ya'ni siz masalan $20,000 mashinani sotib olyapsizda, qarzga 25,000 uni ertaga to'lab berasiz. Mashinani narxi masalan 20,000 to'layapsiz va $5,000 siz qo'shimcha to'layapsiz. Uni oyligingizdan bugun bo'lmasa ertaga baribir to'laysiz. Shu $5,000 qo'shimcha to'layotgan pulingiz boshqalarning daromadi bo'lib turadi. Shuning uchun siz xarajatingizni nazorat qiling. Pul opa-odamni bitta zo'r gapi bo'lardi. Pulni ahmoq ham topaverardi, uni to'g'ri ishlatish aqlli odam ishi der. Ya'ni hammamiz hozir jamiyatda zo'r pul topyapmiz. Men bilmaymanki, mana o'zimni atrofimdagilardan bilmaymanki, pul yo'q qiynalayotgan oilalarni bilmayman. Deyarli hamma zo'r pul topadi. Lekin sarfga qaraganimda ko'pchilik xatolik yo'l qo'yib qo'yapti. Puli bor, qarzga mashina olyapti. Bu bankrotlik bu. Ya'ni $10,000 puli bor, $20,000 mashinani $25,000 ga 3 yil ichida to'layman deb olyapti. Ha bu $15,000 qo'shimcha to'laydi bu yerda. O'zi topadigan oyligi masalan o'qituvchida $5,000,000, $6,000,000. Masalan endi aytyapman. Ya'ni o'zi aslida sizda bugun ishimni yo'qotsam, ya'ni bugun o'qituvchiligim masalan ishlamay qo'ysam, 6 oy sizda zapas pulingiz bo'lishi kerak. Biz u narsani o'ylamaymiz-da, biz bugungi pulimizda hali yo'q pulimizga biz qarzga narsa olyapmiz. Shuning uchun ham bizdagi juda ko'p muammolar, men qarayman, agarki topayotgan pulimizni yemog'imizni, ichmog'imizni qarzga narsa olmasdan, xoya havas ishlatmasdan chiroyli sarflaydigan bo'lsak, muammo bo'lmaydi. Ya'ni orzu havaslarga berilib ketib qolmaslik kerak ekan demak. Orzu havaslarni qo'yaverasiz. Biz orzu havaslarga o'zbek xalqi juda bir to'yda ham juda o'xshatamiz. Katta-katta tortlar, katta-katta gullar, mehmonlarni ham juda ko'p chaqiramiz. Endi to'g'ridir, noto'g'ridir, lekin men uchun noto'g'ri.
Mana shu javobingizga bizni mentalitetimizdagi pul haqidagi tushunchalarda qaysilari noto'g'ri? Pulda noto'g'ri tushunchalarimiz juda ko'p. Juda ko'p. Agar bitta zo'r gap bor. Bugungi dunyoqarash ertangizni belgilaydi. Ya'ni kechagi dunyoqarashimiz bugunimizni belgilagan. Ya'ni pul to'g'risida dunyoqarashimizni to'g'rilasak, o'z-o'zidan biz moliyaviy jihatdan erkin bo'lamiz. Biz moliyaviy jihatdan qiynalmaymiz. Hozir juda ko'plab odamlarimizga e'tibor bersak, 20-da kreditim kelyapti, mana bu kuni menga qarzimni berishim kerak, kimgadir pul berib qo'ygan, u firibgarlik bilan aldab o'tib ketgan. Ya'ni biz ishonchsiz odamlarga pul berib qo'yganmiz. Bizda eng bitta katta minusni aytaman. Endi bu pul emas, umuman biz insonga tegishli narsa. Ya'ni biz ham deyarli ko'pchiligimiz aybni boshqalardan qidiramiz. Masalan, biz kimgadir masalan $10,000, $12,000 hozir shunaqalar ko'payib ketdi firibgarlar. $10,000 bersang $12,000 qilib beraman, bir yilda $15,000 qilib beraman deydida oladi, keyin pulini qaytarib bermaydi. Shunda u insonda nima bo'ldi desa, deydi, mana odam firibgar ekan, meni aldab ketdi. U odam sizni aldab ketmadi, siz o'zingiz berib qo'ydingiz. Ya'ni men berdim, buni shu men noto'g'ri qildim. Hali men degan so'zda shunaqa nima borki, men deganda aybni o'zingizga olishingiz kerak. Bizda aksincha. Ya'ni men deganda aybni boshqalarga to'ngaymiz. Lekin agar bir ishimiz yurish kelsa, menga tushadi, men qildim deydi. Men zo'r edim-da deymiz. Kallam juda kuchli-da men deymiz. Ko'ryapsizmi, faqat o'zi aksincha bo'lishi kerak. Men deganda siz pulni noto'g'ri ishlatdingiz. Bu siz aybingiz. Bu to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni sizni majburlab kimdir qarzga to'y qildirmadi. Sizga majburlab qarzga mashina oldirmadi yoki firibgar kelib sizni qo'lingizni qayirib pulingizni olib qo'ymadi. Siz o'zingizni qo'lingiz bilan berdingiz. Lekin bizdagi tasavvurlar noto'g'ri. Va shuni hisobiga ko'p aldanib qolyapmiz. Ko'p xatolik yo'l qo'yib qo'yapmiz. Boshqalarni biz haqimizda nima deydi degan so'zlarni unaqa xatolik ham bor. Ya'ni biz boshqalar biz haqimizda nima deydikin deb turib havasi berilishimiz shu. Ya'ni iPhone 16, iPhone 17 mana 5 yil bo'ldi olganimga. 5 yil, 6 yilda bir almashdim. Bu har yili 16, har yili 17 nima uchun? Siz boymisiz? Men boy emasman hali. Masalan, endi aytyapman, bu yil yangilamoqchiman. Ya'ni hoy havasiga berilmaslik kerak. Masalan, telefonda aytingki, bu telefon qo'ng'iroqlar uchun, SMS uchun, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun, masalan, bu boshqa hech narsa emas. Bu yil 16, keyingi yil 17. Qaysidir ma'noda masalan, mashina sizni u manzildan bu manzilga yetkazib olib boruvchi bitta vosita. Siz uni Nexia'da bordingiz nima? Gentra'da oldingiz nima? Yaqinda bir holat bo'ldi, do'stlarim bilan gaplashib o'tirganda bitta oshnam nima qilgan, mashinasini sotgan, falon pulga Gentra mashinasini olgan, o'rtadagi $6,000 yana 3 yil ichida 8,000, 9,000 qilib qaytaradi. Hozir mashina narxi tushib ketgan, oshnam to'y qilish kerak, qiynalyapti. Men aytdimki, hech narsa qilmasang yutasan. Hech narsa qilmagin sen. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri gap. Siz pulni rasvod qilishni, pulni boshqarishni bilmasangiz hech narsa qilmang. Shu pulingiz tursin. Va o'rganing, so'rang kimdandir shu ko'paytirishda qanaqa ko'paytirsa bo'ladi. Shu bor, hamma joyda bor. Pulni to'g'ri ishlatadigan, pul bo'yicha bir hisob kitobda joyda turadigan pishiq puxta odamlar bor, o'rganish. Chunki pul osonlikcha topmaysiz, siz pul uchun mehnat qilasiz. Yo aqliy, yo jismoniy mehnat. Va shu qilgan mehnatingizni pulini osongina kimga berib qo'yapsiz-da va yana qarzga yana 3 yillik, 5 yillik umringizni bog'lab olyapsiz. Bu noto'g'ri. Botir aka, qarz olish kerakmi, qarz olish kerak emasmi? Ya'ni olish kerak bo'lsa, qanday holatlarda olish kerak? Olish kerak emasmi shu haqida? Qarzni hoy havas uchun olinmaydi.
Qarzni maishiy texnika uchun olinmaydi. Qarzni uy uchun, qarzni mashina uchun, qarzni to'y uchun olinmaydi. Bular hammasi hoy-havas. Qarzni farzandingiz ta'lim uchun oling. Chunki ertaga farzandingiz unadi, o'sadi, rivojlanadi, bitta sohani egasi bo'ladi, u pulni 10 barobar, 100 barobar qilib qaytaradi. Qarzni o'zingizni bilimingiz uchun oling. $1000 oling. O'zingiz sohangizda zo'rida borib o'qib keling. Masalan, men biznes bo'ladigan bo'lsa, mana 4 ta 5 ta kuchli Alisher Isayev singari kuchli biznes sohasida mutaxassislarni o'qib kelganman, pulni ayamaganman. Men o'zim emas, men o'zimdan keyin bir 10 tasini o'qidim. Bitta Alisher Isayevda emas, men 3 ta 4 tasini o'qidim bu narsani. Men to'g'ri, men bu yerda qarz olmadim, lekin buning uchun, ilm uchun qarz oldim. Kelajagingiz uchun qarz oldim. Biznes uchun qarz oldim. Lekin bu yerda bitta narsa bor, qarz deyilganda ko'pchilikka qarz berishmaydi. Bu yerda ham borda aytib o'tgan gap. Nima uchun berishmaydi? Chunki uni nomi yomon. Nomi yomon bo'ladigan bo'lsa, ishonchsiz odam bo'ladigan bo'lsa, aldaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, firibgar odam bo'ladigan bo'lsa, albatta qarz berishmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda inson o'zini isloh qilishi kerak, o'zini o'zgartirishi kerak. Har qanday holatda birovni aldamash, har qanday holatda birovning haqqini yemash. Men juda katta qarzlar kelib ketganman, $1,000,000 qarzlar kelib ketgan. Buni meni taniydiganlar hammasi biladi. Ayrimlar aytgan ekanki, menga keyin yetib kelgan, Botir aka bo'ldi, sindi, Botir akani bo'ldi, yetib kelgan joyi shu bo'ldi. Endi haqiqatda bu yerda men aytib o'zimni tinglayman, sababi men noto'g'ri dunyoqarash, noto'g'ri harakat va natija ham noto'g'ri bo'ldi. Keyin buni o'qib, o'rganib, to'xta, bu qilayotgan ishlaring noto'g'ri ekani deb shuni to'g'rilab, lekin birorta insondan shuncha qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, birorta insonni oldida yuzim shuvit bo'lmadi. Hammasini o'z o'rnida qaytardi. Kerak bo'lsa, ortiqcha yerlarim, ortiqcha mashinalarim, o'sha arendada mashina minib yurganman. Qora eskiroq Gentra minib yurganman. Aniq eslayman u kunlarni. 2 ta joyimni sotganman, mashinalarimni sotganman, ortiqcha nimam bo'lsa borib sotganman va topayotgan foydamdan berganman va biznesimda munosabat o'zgartirganman. Shuni hisobiga topish tutishim ko'paygan va shuni hisobiga 1,5-2 yilda qarzdan chiqib ketgan. Shuning uchun iloji boricha olmaganligi yaxshi, lekin aytib o'tdim, ilm uchun. Chunki ilm sizga ertaga undan ko'p pul beradi. 10 barobar, 100 barobar pul beradi. Agar to'g'ri ilmga, o'zingizga kerakli ilmga, o'zingizni rivojlantirishga, o'zingizni o'stirishga. Saidmurod Davletov degan tojik inson bor. Shu insonni agar eshitsangiz, agar shu insonni kuzatgan bo'lsangiz, ana shu odam juda katta $1,000,000 qarzi bo'ladi va shu qarzini ustiga yana Qozog'istonlik bitta tanishidan $10,000mi, 20, men hozir aniq eslolmayman, qanchadir pul so'raydi shu. Qarzim nima uchun? Qarzim ustiga yana qarz so'raydi. Nima uchun? Bodo Sheffer degan shu biznes trener bor. Shu insonda o'qish uchun qarz so'raydi. Mana hozir bu insonni qay darajaga chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Faqat ilm bilan chiqib ketdi vaziyat. Botir aka, oxirgi savolim, pul haqida 3 ta kitob tavsiya qilsangiz. Asosiy pul haqida demaylik, bugungi dunyoqarashingiz ertaga kuningizni belgilaydi, ya'ni moliyaviy holatingizni belgilaydi. Shuning uchun Robert Kiyosaki, Jim Rohn bor, Bodo Sheffer, bular hammasi dunyoqarashingizni o'zgartiradi, fikrlashingizni o'stiradi. Shu insonlarning kitoblarini o'qishni tavsiya qilaman. Botir aka, suhbatimizga, kechki ovqatimizga yo'q demasdan kelganingizga rahmat. Sizga ham rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi. Pul mavzusi har doim qiziq bo'lgan. Juda ham qiziq. Abbosbek, rahmat. Botir aka, yo'q demasangiz, mana shu videoyimizni izohini tagiga yaxshi kommentariy yozgan insonga bir sovg'a bersak. Meni beruvchi insonligimni bilib qoldingiz-a? Beramiz. Xohlasa, hozir aytib o'tgan 3 ta avtorni 3 ta zo'r kitobini beramiz. Xohlasa,
o'zimizni mahsulotdan 1 millionlik mahsulot beramiz. 5 yil, 10 yil umuman paypoq olmaydi. Xohlasa naqd pul beramiz. Tanlash ixtiyori o'zida. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Botir akam va'da berdi. 3 ta kitob xohlasangiz paypoq umringiz davomida kerak bo'ladigan yoki 1 million so'm pul mukofoti. Mana shu video tagiga yaxshi izoh yozgan insonga mana shu va'da qilingan sovg'ani beramiz. Bizning kanalga obuna bo'ling, like bosing, keyingi videolarimizni kuzatishda davom eting. Rahmat.